Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bugun Xiva sayat o'tgandan keyin ishdamiz. Xudo xolasa 3 eshik o'rnatdik. Yana ko'p barobarda 290lik, 1.5 kapı, 4 masshtablik, 08lik materialdan nikelsiyetlarni urib berdik. Xudo xolasa 08lik material, remontlardan 5 kg mo'xsuvan shaylar. Xudo xolasa obunachilar. Aynan qarshi bo'ldi. Obunachilar ko'p barobarda. Bunda 90lik eshiklarimiz. Xudo xolasa. Yan başlarından ko'raverasizlar. Oddiy skru o'rnatib berdik. Kelishib turibdi xudo xolasa. Kimga shunday eshiklar kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar shu xizmatdamiz. Ular pullarına kelsak, ular pulları kvadratı 1 milyonla ishlab berdik. Bu masshtabli eshiklarimizni. Şu bir kompaniya eshigimiz 2 milyon 200 ming so'mga tushdi. Zamoku, uстановка hamma narsasi ichida bo'ladi. Bir eshigimiz eng yaxshi, eng sifatli materialdan bo'ldi. Arzonroq desangizda o'yma variantlarni ham kelishdik ishlab bersa bo'ladi ularni. Bunday yanma kapımız. Bular ham komplekt hamma narsasi ayna, hamma narsasi bilan 3 milyon 400 ming so'm pul bo'ldi bu. Eng yaxshi materialdan bo'ldi bu. Men qarovlarni ham ko'raverasizlar. Obunachilarning aynalari çok ketib ishlab berdik. Kimga shunday sifatli eshiklar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Yana ko'rsatib boraveramiz eshiklarimizni.